Yadro qurollarining yaratilishi dunyodagi geopolitik muhitni keskin darajada o'zgartirib yubordi. Bu qurolni egasi bo'lgan mamlakatlar jahon sahnasida o'ziga xos o'rin egallaydilar. Lekin shu vaqtgacha umumiy soni 100 mingtadan oshiq yadro bombasi dunyo yuzini ko'rgan bo'lsa, shundan atigi ikkitagina haqiqiy harbiy to'qnashuvda, qolganlari esa sinov sifatida qo'llanilgan. Bugungi kunda yadro quroli bu foydalanmaslik uchun faqatgina mamlakatning muskulaturasini ko'rsatish uchun ishlab chiqarilgan quroldir. Demak, biz bugun sizlarning talablaringizga binoan ommaviy qirg'in quroli bo'lgan yadroviy qurollar haqida va top 10 inson tarixida qo'llanilgan eng kuchli atom bombalar to'g'risida ma'lumot beramiz. Har doimdek siz bilan Usfakt, qani bo'lmasam boshladik. Yadroviy qurol bu quvvat manbasi atom yadrolarining sintez qilinishidan yoki bo'linishidan hosil bo'ladigan qo'poruvchi qurol hisoblanadi. Yadroviy qurollar biologik hamda kimyoviy qurollar bilan bir qatorda ommaviy qirg'in qurollariga kiradi. Yadroviy o'q-dorini ishlatish jarayonida yadroviy portlash yuz beradi. Uning 50% energiyasi zarba to'lqinini shakllantirish va yerda o'rama hosil qilishga sarflanadi. 30% energiya yorug'lik chiqarishga, 5% energiya elektromagnit impuls hamda radioaktiv nur chiqarishga va qolgan 15% kuch radioaktiv ifloslanishni hosil qilishga sarflanadi. Albatta, har bir yadroviy qurolning turi va o'ziga xos taqsimlangan kuchi bo'ladi. Yadroviy qurollar asosan 3 turga bo'linadi. Bularga atom bombasi, vodorod bombasi hamda neytron bombalari kiradi. Qisqacha qilib tushuntirganda, og'ir yadrolarning bo'linishidan hosil bo'lgan quvvatni ishlatuvchi qo'poruvchi qurol atom bombasi hisoblanadi. Yengil yadrolarni sintez qilishdan hosil bo'lgan quvvatni ishlatuvchi moslamalar vodorod bombasi deb hisoblanar ekan. Vodorod bombasini ko'pincha termoyadерная bomba deb ham atashadi. Odatda vodorod bombasi atom bombasidan taxminan 1000 baravar kuchliroq bo'ladi. Ha, aytgancha, vodorod bombasini ichida atom bomba joylashtirilgan bo'ladi. U vodorod bombasini ishga tushirish uchun kerak bo'lar ekan. 3-turdagi neytron bomba esa aksincha portlash kuchi kichik bo'ladi, lekin portlash natijasida katta miqdorda undan neytron nurlari hamda elektromagnit impuls tarqaladi. Radiatsion nurlar odamlarni, elektromagnit impuls esa barcha elektronikani yo'q qilishga mo'ljallangan. Birinchi marta atomning radioaktiv xususiyatlari mavjudligi haqida ingliz fiziki Ernest Rutherford 1898-yilda ma'lum qildi. Keyinchalik 1905-yilda Albert Einstein nisbiylik nazariyasi bilan yadro qurolini yaratilishi uchun birinchi poydevor qurdi. 1933-yilda Germaniya hukumatiga Gitler kelishi bilanoq bu qurolni yaratilish uchun maxsus loyihalar ish boshladi. Lekin yadro bo'yicha Germaniyadagi mutaxassislarning aksariyat qismi yahudiylardan tashkil topgan edi. Irqiy repressiyalar natijasida ular Germaniyani tark etishadi yoki maxsus konslagerlarga joylashtiriladi. Bu esa loyihaning rivojini ancha sekinlashtirishga olib keladi. 1939-yilda Einstein AQShning o'sha davrdagi prezidenti Franklin Rooseveltga radioaktivlashgan atom zarrachalari yordamida juda katta kuchli energiya hosil qiluvchi qurol yaratish imkoni mavjudligi va agar vaqtida oldini olmasa 3-Reyx bu qurol ustida jiddiy loyihalarni amalga oshirayotgani haqida xat orqali ma'lum qiladi. 1942-yildayoq Roosevelt Manhattan loyihasini boshlash haqida qaror chiqaradi va yuqori saviyali muhandis, fizik olimlar jalb qilish natijasida birinchi atom bombasi 1945-yilda iyul oyida tayyor bo'ladi. Bu loyihaning umumiy bahosi o'sha davrdagi narxda 2 milliard dollardan oshib ketadi. Yaponiyaga yadroviy hujum qilishdan oldin AQSh bu qurolni amalda haqiqiy kuchini bilish maqsadida o'zining janubida joylashgan Yangi Meksika cho'lida uni imtihonidan o'tkazadi. Natijalar muvaffaqiyatli tugagandan so'ng Yaponiyaning Nagasaki va Hiroshima shaharlarida yadroviy bomba orqali hujum uyushtirish haqida qaror qabul qilinadi.
1945-yil 6-avgustda tarixda birinchi marta atom bombasi insonlar ustiga sinab ko'riladi. AQSh harbiy kuchlariga tegishli bo'lmish Boeing B-29 samolyoti orqali Hirosima shahriga tashlangan Little Boy taxallusi ostidagi atom bombasi yerga yetmasdan 500 metr balandlikda portlaydi. Shu kunning o'zidayoq portlash 100 ming kishini hayotdan olib ketadi. Oradan 2 kun o'tib Semiz, ya'ni Fetman taxallusini olgan atom bombasi Nagasaki shahrining kulini ko'kka sovuradi. Shu kunning o'zidayoq 70 ming kishi hayotdan ko'z yumadi. Bundan tashqari portlash oqibatida tarqalgan radiatsiya natijasida qurbonlar soni asta-sekinlik bilan ko'payishda davom etadi. Masalan, Nagasakidagi portlashdan 5 yildan keyin umumiy qurbonlar soni birinchi kundagi sondan 2 baravar ko'paygan, ya'ni 200 ming kishiga yetgan. Shundan so'ng barcha dunyodagi qudratli davlatlar yadro qurollarini yaratish uchun birin-ketin dasturlarni yo'lga qo'ya boshlaydi. Lekin AQShning asosiy dushmani bo'lmish Sovet ittifoqining maxfiy xizmati AQShning ham, Germaniyaning ham yadro dasturlaridan boshidanoq xabardor bo'lib, Sovet ittifoqi o'zining yadro dasturini 1942-yildayoq yo'lga qo'ygan edi. 1949-yilda Sovet ittifoqi o'zining birinchi atom bombasini sinovdan o'tkazadi. Bu yadro qurollari poygasi boshlanishidan dalolat edi. Yadroviy qurollarni birin-ketin chiqarayotgan mamlakatlar ular nimaga qodir ekanligini bilish uchun sinovlar o'tkazadi. Shu sinovlar asosida biz top 10 ta eng kuchli bombalar haqida ma'lumotga egamiz. Trinity birinchi yadroviy qurollar sinovlarini boshlab bergan bomba hisoblanadi. 1945-yil 16-iyul kuni bu bombaning portlash to'lqin kuchi 21 kilotonnaga teng keldi. Portlash oqibatida 11 kilometrlik bulut ko'tarildi. Bu inson tarixida birinchi yadroviy portlash edi. Olimlar esa qurolning haqiqiy kuchini ko'rib hayratda qolishdi. Deyarli 2 kilometr diametrga ega bo'lgan oq tutun yuqoriga ko'tarildi va qo'ziqorin shakliga aylandi. Beker 1946-yilda portlatildi. Uning sinovlari atom snaryadining kemalarga va hayvonlarga bo'lgan ta'sirini aniqlash uchun amalga oshirildi. Bomba 27 metr suv chuqurligida portlatildi. Uning kuchi 23 kiloton trotil kuchiga tenglashtirildi. Portlash oqibatida suvdan 2 million tonna suv 1,5 kilometr balandlikda otilib chiqdi. Bikini orolida o'tkazilgan sinovlar natijasida ilk yadroviy falokat yuz berdi. Bu orolda sinovlar o'tkazilgandan so'ng hech qanday tirik jonzot qolmadi va u 2010-yilga qadar hayot uchun umuman yaroqsiz bo'lib qoldi. Fransiya davlatining eng kuchli termoyadr bombasi 1971-yilda Mururoa atollarida sinovdan o'tkazilgan. Snaryad 955 kiloton kuchiga ega edi. Bu orollarda 1998-yilgacha 200 tacha yadroviy qurollar sinovdan o'tgan. Yana bir kuchli termoyadroviy qurol sinovlari AQShda 1954-yilning 27-mart kunida o'tkazilgan. Qurol ochiq okeanda barcha orollardan uzoqroq joyda ishga tushirilgan. Bombaning portlash kuchi 11 megatonnaga tenglashtirildi. Olimlar aslida bu bombani 4 megatonna trotil ekvivalentida quvvatga ega bo'ladi deb taxmin qilishgan, lekin ularning ishlatgan materiallari aksincha qurol kuchini deyarli 3 barobar kuchliroq qilgan. Mike bombasi ham boshida katta ahamiyatga ega bo'lmagan eksperimental bomba hisoblangan, lekin uning yadroviy bulut balandligi 37 kilometr, shlyapasining diametri esa 161 kilometrga yetgan. Mike bombasining yadroviy to'lqin kuchi 12 megatonnaga tenglashtirildi. Qurol sinovlarini Elugelet degan kichik orolda o'tkazishdi. Sinovdan keyin bu orol yer yuzidan batamom yo'q bo'ldi. Uning o'rnida chuqurligi 50 metr va diametri 2 kilometr bo'lgan o'rama qoldi. Chirparchin bo'lib ketgan orolning radioaktiv qoldiqlari esa 50 kilometr atrofida sochilib ketdi. Castle Yankee bombasi AQShning yadroviy qurollar sinovlarining ikkinchi eng qudratli yadroviy portlashga ega bo'lgan bomba hisoblanadi. Yadroviy portlash juda katta kuchga ega bo'lgan. Uning kuchini 13,5 megatonna trotil ekvivalentiga teng bo'lgan portlash kuchi deb baholangan. Bu atomning qo'ziqorining bo'yi 40 kilometr balandlikka ko'tarildi. Uning shlyapasining diametri esa 16 kilometrda edi. Bu portlashdan so'ng 4 kun ichida radioaktiv bulut 11 ming kilometrda joylashgan Mexico City shahrigacha yetib kelgan.
AQShning yadroviy qurollar sinovlarining ichida eng kuchli portlash Castle Bravo bombasi tomonidan kuzatilgan. 1954-yilda o'tkazilgan bu operatsiya o'nglab bo'lmas oqibatlarga olib keldi. Bu bombaning portlash kuchi 15 megatonna edi. U Marshall orollaridagi odamlar va barcha jonzotlarni kuchli radiatsion nurlanish ta'siriga uchratdi. Yadroviy tutun 40 kilometr balandlikka ko'tarildi. Uning shlyapasining diametri esa 100 kilometrdan oshiqroq edi. Bu kuchli portlash natijasida dengiz sathida katta 2 kilometr diametrlik o'rama hosil bo'ldi. Bunday sinovlar oqibatida yadroviy qurollar bilan o'tkaziladigan operatsiyalarga cheklovlar o'rnatildi. Demak, dunyodagi eng kuchli bo'lgan yadroviy bomba bu Sovet davrida ishlangan Tsar bomba ekan. Bu bomba 1961-yil arxipelag Yangi Yerda ishga tushirilgan. Dastlab ixtirochilar bu bombani 100 megatonna portlash kuchiga ega bo'ladi deb rejalashtirilgan edi. Lekin qurolning global vayron etuvchi kuchidan qo'rqib, ular uni 58 megatonnadan oshmasligiga qaror qilishdi. Tsar bomba 4 kilometr balandlikda ishga tushirildi. Yonib turgan olovli bulutning diametri taxminan 10 kilometrni tashkil etdi. Yadroviy tutunning ustun balandligi 67 kilometr, shlyapasining diametri esa 97 kilometrni tashkil qildi. Bu sinovda hattoki portlash markazidan 400 kilometr masofa uzoqlikda turish hayot uchun juda xavfli edi. Bunday portlashning kuchli ovoz to'lqini 1000 kilometrlarga tarqaldi. Sinovlar bo'lib o'tgan orolda hech qanday tirik jon, daraxt va inshootlar qolmadi. Portlash natijasida kelib chiqqan seysmik to'lqin 3 marta butun sayyorani aylanib chiqdi. Yer yuzida yashovchi har bir odam yadroviy qurol kuchini o'zida his qildi. Bu sinovlardan so'ng bir necha yuz mamlakatlar atmosferada, yerda yoki suvda bunday operatsiyalar o'tkazishga chek qo'yish to'g'risida shartnoma imzolashdi. 1990-yilda Berlin devorini qulashi va 1992-yilda Sovet ittifoqini parchalanishi bilan sovuq urush va yadroviy poygaga chek qo'yildi. Yadro poygasiga sarflangan mablag'ning umumiy soni dunyo bo'yicha 10 ming milliard AQSh dollaridan oshib ketgan edi. Yer yuzida shu davrgacha o'tkazilgan 2404 ta yadroviy qurollar sinovlarining ekologik oqibati juda ham og'irdir. Insonlardagi nurlanishlar va boshqa radiatsiya natijasida yuzaga keluvchi kasalliklardan tashqari, atrof muhitni ifloslanishida ham yadro qurollarining roli asosiy o'rinda turadi. Yadroviy portlashlardan ajralib chiquvchi issiqlik, gaz va boshqa chang zarrachalari stratosferagacha ko'tarilishi mumkin. Yadro qurollari sinovlarini to'xtatish hozirda eng dolzarb masalalarning biriga aylangan. 1946-yilda yadro sinovlarini butunlikcha to'xtatish haqida shartnomani ishlab chiqarish bo'yicha muzokaralar oxiriga yetdi. Lekin bu shartnoma, afsuski, hali ham kuchga kirmadi. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing, kanalimizga obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan bu videoni bo'lishing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishni unutmang. Siz bilan esa UzFakt. Keyingi videoda uchrashguncha, xayr.